Sovuq tushganligi sababli bolalarimni immuniteti tushib, tez shamollaydigan bo'lib qolishdi. Shu sababli immunitetni mustahkamlaydigan, qonni ko'paytiradigan sizlar bilan zo'r taom tayyorlaymiz. Bonkada quyon sho'rva. Quyonimizni yaxshilab yuvib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Marinovka qilib 2-3 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Marinovka uchun zira, murch, qizil qalampir, shirinidan и paprika kerak bo'ldi menga. Yaxshilab aralashtirib, ustini yopib, xolodilnikka 2-3 soatga olib qo'yamiz. Yaxshi mazza kirib turishi uchun. Oradan 3 soat o'tdi, go'shtimizni olib, endi bonkalarga masalonlarimizni birin-ketinlikda solib chiqamiz. Bonkaga birinchi bo'lib ozginadan qora murch dumaloq, ketidan bir donadan lavruviy list, to'g'ralgan piyoz, ketidan go'shtlarimizni, kartoshka, sabzilarimizni, 2-3 bo'lakdan chesnov bo'laklari, ketidan morozinida yozda muzlatib qo'ygan qizil, yashil bolgarskilarimni solib, ustidan zelenlarimni и pari to'g'ralgan, muzlatilgan pomidorlarimni solib chiqdim. Xohlasangiz svejiy sossanglar ham bo'ladi. Men qishda qimmat bo'lganligi sababli yozda mana shunaqa hammasini to'g'rab, har xil ovqatlarga moslab, morozinida muzlatib qo'yaman. Go'shtimiz yumshoq chiqishi uchun ozginadan sariyog' ham solib chiqamiz. Hamma masalonlarni solgandan keyin bonkalarni qopqog'ini yopib, qozonga terib chiqamiz. Keyin ustidan suv solamiz. Bonkamizni yarmigacha ham to'lishi kerak. Birinchi baland olovda qaynatamiz. Qaynab chiqqan qozonimizni tagini pasaytirib, miltillagan olovda 2-2,5 soatda pishirib olamiz. Oradan 2 soat ham o'tdi. Ovqatimiz xil-xil bo'lib pishib chiqdi. Go'shtlari ham og'izda eriydigan bo'lib, endi buni bemalol dasturxonga tortiq qilishimiz mumkin. Bundan chiqayotgan aromatli hidni ta'sirlab ham bera olmayman. Shunaqangi mazali, shunaqangi shirin. Qonni ham zo'r ko'paytiradi, immunitetni ham zo'r oshirib beradi. Retsept yoqqan bo'lsa, like va podpiska esdan chiqmasin. Hali oldinda bundan ham zo'r retseptlar kutmoqda.